Hammaga salom. Bugun sizlar bilan do'konlarda hozir qo'yishni boshlashgan yangicha plitkani proba qilib ko'ramiz. Mana bunaqa ustida Vavel deb yozilgan. 1898-yildan beri chiqarilyapti deb. Lekin men endi 2025-yilda ko'ryapman. Ili bu boshqa narsa. Yil emas, boshqa narsa anglatishim mumkin. Vishnali bo'lgani uchun qiziqdim. Yeb ko'ramiz ochib sizlar bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Hidi chiqdi sразу. Mani nyuhim yaxshi deydi. Qaranglar, mana bunaqa ekan. Endi men bo'linib ketibdi. Mana shunaqa vishnali, ichida kremni ekan. Ichida krem bilan vishnya. Endi sizlar bilan yeb ko'ramiz. Mazasi приятный. Кремообразный vishnya ichiga solingan ekan. Так, boshqa unaqa привкуслari yo'q, слишком shirin yoki приторный mazasi dabdala emas, shokoladning ham mazasi normalniy. Endi belgiyskiy deb aytolmayman, lekin menga yoqdi. Alpingotlarga o'xshagan shokolad ekan. Yana shunaqa obzorlar kerak bo'lsa, unda men bilan qoling. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.